Siz bir odamning ko'zining zodi qanchalik yiroqlikni ko'ra oladiganligini bilamsiz? 1 kilometrmi yoki 10 kilometrmi? Bizning jismni ko'ra olishimizning oldingi sharti chuqur nur bo'lishi kerak. Agar biz yiroqdagi jismni qaraydigan bo'lsak, g'uvo bo'lib qoladi. Albatta bu ko'rgil bo'lmaydiganligiga vakillik qila olmaydi. Faqat aniq ko'rgil bo'lmaydi xolos. Faqat jismning hajmi yetarlik cho'ng bo'lsa, intayin yiroqlikdagi jismlarni ko'ra olamiz. Xuddi osmondagi oyga o'xshash. Garchi oy bizdan 380 ming kilometr yiroqlikda bo'lsa-mu, lekin biz yana uni ko'ra olamiz. Bizning oyni ko'ra olishimiz faqat quyosh nurining oy sharining sirtqi yuziga qaytib kelganligidan. Agar quyoshning nuri bo'lmasa, oy shari qapqarong bo'lib ketadi. Biz oddiy ko'z bilan jismlarni ko'ra oladiganligimizning sababi faqat u chiqargan nurning bizning ko'zimizga qaytib kelganligida ekanligini bilamiz. Masalan, quyosh bizdan 150 million kilometr yiroqlikdagi osmon jismi, ammo uning hajmi yer shari hajmining 1 million 300 ming hassasiga to'g'ri keladi. Uning ustiga quyoshning o'zi nur chashadi. Shunga bizning uni ko'ra olishimiz oddiy bir ish. Nazariy jihatda faqat jismning hajmi yetarli cho'ng bo'lsa, hamda ko'rish siziqi to'silmagan bo'lsa, jismning orlig'i qancha yiroq bo'lsa-mu biz yana ko'ra olamiz. Chunki bizning ko'zimiz ko'ra oladigan orliq cheksiz yiroq. Xuddi kechidagi yulduzlarga o'xshash, o'sha yulduzlarning biz bilan bo'lgan orliqi necha ming yo'riqlik yili bo'lsa-mu, biz yana uning chaqnab turganligini ko'ra olamiz. Biroq texmi aniq ko'rmoqchi bo'lsangiz, faqat teleskop orqali ko'ra olasiz. Yo'riqlik tezligining cheklanmasi tufaylidan u yulduzlar chiqargan yo'riqlik faqat xili burunqi nurlar hisoblanadi. Faqat hozirga kelganda bizning ko'zimizga kirdi. Mayli ko'z oldidagi jism bo'lsin, yo'riqlik tezligining cheklanmasiga uchraydi. 1 metr orliqmi shundoq. Ajaba bu biz ko'rgan shaylarning mangu faqat o'tmish ekanligidan darak beramdi. Undaqda siz bu masalaga qanday qaraysiz? Mazmun